Bugungi darsimiz parametrlar yordamida uslubni boshqarish. Avvalroq siz uslubni vizual tarzda o'rgangan edingiz. Yo'nalishlarni taqqoslash, naqshlarni payqash va mood boards va style creator orqali qarashni shakllantirish. Endi keyingi qadamni qo'yish vaqti keldi. Bugun siz tasvirlaringizni uslub parametrlari bilan ular siz tasavvur qilgandek ko'rinmaguncha nozik sozlash va sozlashga sho'ng'iysiz. Keling, murakkab tahrirlarni osongina bajarishga imkon beraylik. Uslub parametrlari rasmingizda ko'rinadigan narsani o'zgartirmaydi. Ular uni Midjourney qanday ko'rsatishini o'zgartiradi. Har bir parametr talqinning o'ziga xos jihatini realizm variatsiyasi tajriba yoki izchillikka boshqaradi. Ularni birma-bir sozlash orqali siz taxmin qilish o'rniga natijalarni ataylab shakllantirishni o'rganasiz. Ssenariy: Hashamatli erkaklar kosmetikasi kompaniyasi. Tasavvur qiling, siz hashamatli erkaklar kosmetika brendi uchun reklama fotosessiyasiga tayyorgarlik ko'rmoqdasiz. Vizual tasvirlar ishonchli, yuqori sifatli va realistik bo'lishi kerak. Reklamalar, veb-saytlar va bosma nashrlar uchun mos bo'lishi kerak. Tasvirlar ajoyib ko'rinadi, lekin mijoz ularni juda kayfiyatsiz deb o'ylaydi. Bu ularni vampir filmi afishasiga o'xshatib qo'ydi, deyishadi ular. Keling, yangi parametr qo'shish orqali tasvirlaringizni yanada realistik va aniqroq qilaylik. Style Raw. Siz hozirgina bitta so'rovdan ikkita rasm guruhini yaratdingiz. Biri standart sozlamalardan, ikkinchisi esa xom rejimda foydalanadi. Xom rejimi nima qiladi? RAW rejimi, Style RAW yoki shunchaki RAW Midjourney'ning standart stilizatsiyasini kamaytiradi va sizning so'rovingiz so'zma-so'z bajaradi. Bu ayniqsa quyidagilar uchun foydalidir. Tijorat fotosuratlari, mahsulot suratlari, realistik portretlar, toza professional vizuallar. Stilizatsiya o'rganish. Stilizatsiya darajalarini raqamlar bilan ham boshqarishingiz mumkin. Buning uchun S parametridan foydalaning. Stilizatsiya qanchalik kuchli qo'llanilishini ko'rsatuvchi raqam qo'shing. Ilgari biz standart S100 sozlamasidan foydalangan edik. S500 parametrdan foydalanib ko'ramiz. Qaysi tasvir badiiyroq va ifodaliroq tuyuladi? So'zma-so'z versiyasi yuqori stilizatsiyaga ega tasvir. Albatta, yuqori stilizatsiyaga ega tasvir ifodaliroq tuyuladi. To'g'ri, yuqori uslublashtirish Midjourney'ni sahnani yanada ijodiy talqin qilishga undaydi. Stilizatsiya nimani boshqaradi? Stilizatsiya S tasvirning qanchalik badiiy yoki so'zma-so'z bo'lishini boshqaradi. Pastroq qiymatlar realizmga mos keladi. Yuqori qadriyatlar talqin va ifodani ta'kidlaydi. Styles uchun standart qiymat 100 ga teng va siz uni 0 dan 1000 gacha bo'lgan istalgan joyda sozlashingiz mumkin. Tajriba vaqti. Ba'zida vizual tasvirlaringiz ko'proq tajriba va yangicha yondashuvni talab qiladi. Midjourney ijodkorligining o'qishiga yo'l qo'yish uchun siz boshqa ikkita parametrni sinab ko'rishingiz mumkin. House va W g'alatilik. Ssenariy. Konsalting kompaniyasining veb-sayti. Endi tasavvur qiling. Siz konsalting kompaniyasining yillik natijalari sahifasi uchun veb-sayt sarlavhasini yaratyapsiz. Tasvir professional, ishonchli va toza ko'rinishi kerak. Ko'ryapsizmi? Aniq promptlar orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan natijani olishimiz mumkin. Yana bir bor eslatib qolaman. Midjourney sun'iy intellekti faqatgina ingliz tilida ishlaydi. Hozirda o'zbek tilida ishlatish imkoni yo'q. Shuning uchun biz ingliz tilida o'zimizga kerakli bo'lgan promptlarni aniq yozishimiz kerak. Keling, endi biroz tajriba o'tkazib, ularga biroz betartiblik qo'shish nima qilishini ko'rib chiqaylik. Siz bu parametrni 0 dan 100 gacha bo'lgan istalgan joyda sozlashingiz mumkin. House 30 parametrini berib ko'ramiz. House parametridan qanday ta'sirini sezdingiz?
natijalar bir xil ko'rinadi. Ular biroz o'zgargan. Hech bir natijalar bir-biridan ancha farq qiladi. Albatta, natijalar bir-biridan ancha farq qiladi. Aynan xaos hosil bo'lgan natijalarning qanchalik xilma-xilligini boshqaradi. Past tartibsizlik, izchillik va yuqori tartibsizlik tadqiqot. G'alatilik Midjourney g'ayrioddiy yoki eksperimental talqinlarga undaydi. Bu kuchli lekin ataylab foydalanish eng yaxshisidir. Siz uni 0 dan 3000 gacha bo'lgan istalgan joyda sozlashingiz mumkin. Hozir nimani nazorat qila olasiz? Siz individual parametrlar uslubga qanday ta'sir qilishini bilib oldingiz. Home, bazaviy realizm, stilizatsiya, badiiy va so'zma-so'z. Uslubning og'irligi bu yo'nalishning kuchi, xaos, o'zgaruvchanlik, g'alatilik, tajriba. Ularning har biri bitta o'lchovga ta'sir qiladi va bu ataylab qilingan. Keyin nima bo'ladi? Hozircha siz parametrlarni birma-bir sozladingiz. Keyingi darsda siz ularni birlashtira boshlaysiz. Brending, kompaniyalar va kontent tizimlari kabi haqiqiy loyihalar uchun boshqariladigan sozlamalarni yaratasiz. Aynan shu yerda uslub sozlashini to'xtaydi va loyihalashtira boshlaydi.